Mustaqillikning shonli bayrami yaqinlashmoqda. Xalqimizning eng aziz va eng buyuk bayramini har birimiz ko'tarinki kayfiyat, ulkan mehnat yutuqlari, hududlar tozaligi va ozodaligi, yurt ravnaqi yo'lidagi munosib bo'lishimiz bilan kutib olishimiz kerak. Har yili Mustaqillik bayrami arafasida mamlakatimizning barcha hududlarida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, tozalik va ozodalik ishlari keng quloch yoyadi. Shu yerda haqli savol tug'iladi. Bu yili ushbu yo'nalishda yurtimiz istiqloli bayrami ostonasida xalqimiz faol ishtirok etyaptimi? Mahallalardagi ahvol qanday? Shu savollarga javob topish maqsadida tuman hokimi boshchiligidagi ishchi guruh tuman markazidagi mahallalarda bo'ldi. Istiqlol va Ravon mahallalardagi tozalik va ozodalik holati o'rganildi. Biroq ushbu yo'nalishda biz hali ham noz uyquda ekanligimiz ma'lum bo'ldi. Xalqimizni uyg'otish va yashash manzillarini tozalagiga e'tiborliroq bo'lishlari uchun ozgina turtki kerak bizningcha. Aholi va tadbirkorlar bilan muloqot qilgan tuman hokimi markazda joylashgan xonadonlarni namunali ta'mirlash zarurligini ta'kidladi. Imkoniyat doirasida ko'cha tomondagi devorlarni bitta asosiy rang bilan bo'yash uchun tavsiyalar berildi. Bu borada mazkur mahallalar yettiligiga aniq topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Faqatgina Ravon mahallasida emas, balki 27 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 10 kunlik hashar yo'li bilan tozalash, obodonlashtirish ishlari, daraxtlarni o'qlash, daraxtlarga shakllar berish, devorlarni bo'yash, umuman obodongarchilik ishlariga bir talay hokim tomonidan topshiriqlar berildi. Bugun bizning mahallada topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida har bir xonadon egalari bilan gaplashgan holda ta'mirlanishi kerak bo'lgan joylar, gullar ekilishi, oqlash, obodonlashtirish ishlari olib boriladigan joylar ko'zdan kechirilib, xonadon egalariga tushuntirish ishlari olib borildi. Hammasi ishini tozalash kerak. Hamma. Daraxtni ko'rsatish kerak. Ishlar yaxshilab to'g'rilasa bo'ladi buni. O'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, bugun tuman markazining manzarasi odamning ko'nglini xira qilmasdan qolmaydi. Bunga iflos va tozalanmagan ariqlar, ko'chaning har ikki tomonidagi chiqindilar, manzarali daraxtlarga shakl berilmaganligi, ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarining bayramona bezatilmaganligi misol bo'la oladi. Tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev yana bir bor mahalla ahli bilan muloqotlarda tumanda tozalik va obodongarchilik dolzarb 10 kunligi e'lon qilinganligini ta'kidlab, ushbu yo'nalishda barcha fuqarolar faollik ko'rsatishi lozimligini qayd etdi. Ko'chalarimizni, uylarimizni toza saqlaylik va tozalikka rioya qilaylik. Bizga shart emas. Hokimlarimiz chiqib, hokimiyatdan chiqib bizga topshiriq berishlari o'zimiz vijdon bilan qilsa yaxshi bo'lardi. Shukrona qilishimiz kerak O'zbekistonda yashaganimiz uchun. Tuman markazidagi holatni o'rganishlar davomida tuman hokimi, aholi vakillari, tadbirkorlar va eng muhimi markazda joylashgan tashkilot va muassasalar rahbarlariga ushbu yo'nalishda qat'iy va aniq topshiriqlar berdi. Bunday tozalik va obodonlashtirish nafaqat tuman markazida, balki tumandagi barcha mahallalarda qat'iy amalga oshirishi lozim.